Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Minecraft Bedrock uchun Heroes Vanguard addonini ko'rsataman. Agar siz super qahramonlarni yoqtirsangiz, bu addon sizga albatta yoqadi. Bu addonda turli mashhur qahramonlarning kostyumlari va qobiliyatlari mavjud. Siz Superman, Hulk, Venom, Thing va boshqa qahramonlarga aylanishingiz mumkin. Har bir qahramonning o'ziga xos kuchlari bor va ular oddiy Minecraft o'yinini ancha qiziqarli qiladi. Qahramonlarning kuchlarini ishlatish uchun maxsus qobiliyat bloki qo'yiladi. Kostyumni kiyganingizdan keyin ushbu blok orqali turli imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Ayrim qahramonlarda o'tirish tugmasini bosib turib qobiliyat tugmasini bosganingizda yangi rejimlar ochiladi. Ba'zi kostyumlarda esa sakrash va qobiliyat tugmasini bir vaqtda bosish orqali boshqa maxsus hujumlar faollashadi. Masalan, Superman juda tez harakatlana oladi va kuchli zarbalar beradi. Hulk esa ulkan kuchi bilan dushmanlarni uzoqqa uloqtirib yuborishi mumkin. Venom qorong'i kuchlari bilan ajralib turadi va janglarda juda xavfli hisoblanadi. Thing esa yuqori himoya va kuchli yaqin jang imkoniyatlariga ega. Bu addonning eng qiziqarli tomoni shundaki, har bir qahramonning o'yin uslubi boshqacha. Shu sababli birgina kostyum bilan cheklanib qolmaysiz. Har birini sinab ko'rib, qaysi biri sizga ko'proq yoqishini aniqlashingiz mumkin. Agar siz do'stlaringiz bilan o'ynayotgan bo'lsangiz, qahramonlar o'rtasida janglar tashkil qilishingiz ham mumkin. Kim kuchliroq ekanligini sinab ko'rish juda qiziqarli bo'ladi. Menga eng yoqqan jihati esa qahramonlarning maxsus qobiliyatlari va ularning animatsiyalari bo'ldi. Minecraft dunyosida super qahramon bo'lib yurish odatiy survivallardan ancha farq qiladi. Sizga qaysi qahramon yoqdi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang. Endi esa addonni amalda sinab ko'ramiz. Agar bu qo'shimchani Telegram botimdan yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Behavior Pack zip formatda bo'ladi va uni oddiy Minecraftga import qilib bo'lmaydi. Bizga Zarchiver kerak bo'ladi. Behavior Pack yon tomondagi 3 nuqtani bosamiz. So'ng ulashni bosamiz va Zarchiverni tanlaymiz. Ushbu ekrandagi fayl ustiga bosib turib nusxalab olamiz. Telegram fayllardan chiqib, oddiy menyudan Androidni topib ustiga bosamiz. Data va Minecraftni tanlaymiz. Shundan keyin fayl, Games, Mojang va Behavior Packs papkasini ochamiz. Endi shu menyuda nusxalab olgan faylimizni joylaymiz. Vala, tayyor bo'ldi. Endi Minecraftga o'tib qarasak, addon o'yinga qo'shilgan bo'ladi. Hammaga sog'lik va omonlik tilayman. Addon linki komment va tavsifda joylangan.